kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizga 69 mingta obunachi bor kanalimiz sotuvga keldi. Xo'p, shorts yo'nalishida eng ko'p ko'rilgan videosi 10 million, 9 million, 8 million, xullas million prosmotr bo'lgan. Xo'p, qani statistikamiz oyiga 8 million prosmotr, shundan 9 mingta odam kuniga oyiga qo'shilyapti. O'rtacha kuniga 78 ta, eng kam odam 78 odam qo'shilibdi. Xo'p, kuniga yaxshi emas, o'rtacha hisobda 300 odam to'g'ri kelyapti bir kunda o'zi, umumiy oylikka nisbatan bir kunda 300 odam qo'shilyapti kanalga. Statistikamiz oyiga 8 million prosmotr, oxirgi 28 kunda 8 million prosmotr, bu juda yaxshi natija degani. 90 kunga nisbatan esa 43 million prosmotr. 38 mingta odam oxirgi 90 kunda qo'shilyapti. Oxirgi 1 yilda esa jami mana ko'rib turibsizlar, 69 ming odam qo'shilgan. Qaranglar do'stlar, bitta analitika qilsak bo'ladi, ya'niki shorts kanallar bitta ko'tariladi, mana qaranglar, tashlavoradi. Keyin pas yurib, keyin вообще tashlavoradi, keyin birdan ko'tarilib ketadi. Ko'ryapsizmi? Shorts kanal shunaqa. Stabil bo'lmaydi shorts kanallar. Shu narsani to'g'ri tushuninglar mana. Ko'pchilik aytadi, nima uchun shorts kanal tashlayveradi? Mana boshida prosmotr zo'r bo'ladi, keyin tashlaydi, keyin yana zo'r bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Yana tashlayapti o'zi. Shorts kanal shunaqa. Video qo'ysanglar, zo'r video qo'ysanglar ko'tariladi, zo'r video bo'lmasa tashlab yuboradi. Shorts kanallar shunaqa holatda algoritm ishlaydi do'stlar. Bu uzun video emas, tinmay masalan rekti yurmaydi-da. Shorts kanallar minus tarafi shunda. Lekin bitta video qo'ysangiz ham yurib ketaveradi, shu tarafi zo'r. Uzun video esa video qo'ymay bitta qo'ysangiz yurmay qoladi. Shorts esa farqi yo'q. Bitta qo'ysangiz ketaveradi kanal. Xo'p, 69 ming obunachisi bor do'stlar. Uje 70 mingta ham bo'lsa kerak, xudo xohlasa sotilgancha. Xo'p, ushbu kanalimiz sotiladi. Kanal narxi 2 million 900 ming so'm. Arzon narxda 2 million 900 ming so'm. Konkret oladigan odam bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, monetizatsiya masalasiga kelsak, hali ariza berilmagan, kanal tarixi yonmagan, staji bor odam bo'lsa, kanal tarixini yo'q bo'lsa bo'lar monetizatsiyani balki. Endi bunga staj kerak lekin rostini aytaman, video o'zlariniki yomon bilmayman. Balki birov videosi bo'lsa yonmaydi lekin. Mana original video yoqib, hamma yoqda o'zingizlar qilsanglar, o'zingizlar mehnat qilsanglar, pul ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Lekin videolar birovniki bo'lsa do'stlar, yonish ehtimoli bas. Shunaqa. Xo'p, kanal narxi 2 million 900, konkret oladigan odam Telegramdan aloqaga chiqamiz. Salomat bo'ling.